Muzaffar aka, biz yer olganmiz, ana shu yerimizga uy solganmiz. Lekin hujjati yo'q. Qonunda bu olib qo'yishmaydimi ishqilib, bu mana shu yerimizni, uyimizni nima qilish kerak? Buni qonuniy yechimi bor. 2024-yil 5-may kuni 937-sonli qonun qabul qilingan. Ushbu qonunda o'zboshimchalik bilan egallangan yerlar va ushbu yerlarga qurilgan bino inshootlarga egalik huquqi beriladi. Buning uchun agar sizni qurilishingiz 2018-yil 1-maygacha qilingan bo'lsa, unda sizda huquq bor ushbu joyga, uchastkangizga kadastr hujjatlari qildirib, uni davlat ro'yxatidan o'tkazib, egalik huquqini, mulkiy huquqqa ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Uning uchun nima qilish kerak? Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz yoki to'g'ridan-to'g'ri o'sha o'zingiz hududingizdagi kadastrlar bo'limiga murojaat qilsangiz, ular tomonidan o'rganib chiqilib, qonun talabi bo'yicha tegishli hujjatlarni taqdim qilasiz, davlat bojlarini to'lab berasiz, kadastr hujjati qilinib, davlat ro'yxatidan o'tkazib, mulkiy huquqingizni tiklab berishadi. Rahmat aka. Salomat bo'ling.